Shunaqa avjiga chiqyapti bu bilan senga padalisa qilib uflab bilan. Erdim, o'shandan beri shu yoqda o'tiribman. Tomosha qilib o'tirdingmi? Men shunday uxlab bu bilan tojiklarni so'kyapti, o'zbekni so'kyapti bu. Vahobiyman deydim, o'ldirib yuboraman deydim, pizdes maza qildim buni. Sizga odamlarni deydi, kimnidir deydi, borib turib uyiga deydi, uydagi oila a'zolari bilan yoqayoraman deydi, o'shanda deydi, vahobiylikka nisbatlayman deydi. Menga yomonlik qilsa shunaqa qilaman. Menga yomonlik qilmasin. Televizordan ko'rsatadi meni yaqinda isbot bo'ladi deydi. Ona edishga qamalib ketgan iloyim tezda. Bular qancha ko'p qamalsa TikTok shunchalik mashhur bo'laveradi. Televiziyadan chiqadi-da, TikToker Rainbow Bushni amigasiga butun xalq so'kib 70 yilga qamalib ketdi deydi. Mana Olmaliqda bitta bola mujikcha shunday o'zini militsiyaga topshirgan bitta qizni o'ldirib yubordi. Shuni bozorning o'rtasida. 5 kun bo'ldi. Tavba qildim, buni ichida jin bor. Sardor, buni ichida jin bor. Mana sizga devona bo'lib qo'yganman deyman jalab. Shularga tasib qilyapsanmi endi, Gandon? Yo'q. Men bilan battle o'ynadi. 200 ming so'rab o'tirdi, yaxshi podarkalar oldi, bilat. Men ham bitta urib berdim hozir, bitta urib berdim Gandon, erta osh yegim kelyapti degan uchun. Hal etgan uni gapdi bilan. Seni bani profilingda pulni chiqarib blok olib ketadi, dalbayob keyin bir payt profildan pulni yechalmay qolasan, yechalmaydigan bo'lib qolasan. Bo'lib qolasan. Cheksa bo'lar ekan. Men o'qidim-ku. 100 so'm ham yechalmay qolasan bir xil payti. Bunaqa ichib olib so'kinyapsan, odamlar bilan pizza jalbani uradi, to'planib o'z-o'zi shunday yo'qolib qoladi profiling shano. Pul-muli bilan yo'qolib qoladi. Pul-muli bilan shunday yo'qolib qoladi. Jalab ertasi kuni chiqasa, onangni ko'tingasiz. 800 dolarım tuğ verici onaydı sevgililer diysen. Pulini chiqarib olmasang biznes bo'ladi. Ham bo'lasan keyin onasiz keyin. Viza karta olaman pasportimga. Ya viza kartani shart emas, ani o'zimdan ham zakaz hisob keladi. Bu bankdan bor. Sardor bu bilan jalab yomon ichki o'rgandi jalab. Kecha ham qoqdi, bugun ham qoqdi jalab ichkiliydi. Abi ham mana tovuq sikardi o'rtag'i bo'ladi, qoladi, boshqa nima bo'ladi? Tovuq sikar o'tayam. Voy bana. Biz bilan ichib chiqmaymiz, ichmaymiz ham. Men qara biz odobli odammiz. O'taqda emas, sen ham ichasan jalab. Men bilan Rainbow içmeyman men shano. Mayli, sen ichmaysan, lekin Sardor bir paytlari ichib turib efirda onasiga Chingiz bilan pivalar ichib o'tiradi. O shart bo'lgan-ku, shart. O'sha shartda men ham azartim keladi ichsa. Prosta bugun sal ko'payib ketdi, ko'p ichyapman bugun bilan. Azarting ona edishga og'rish o'tgan og'riga olib kirasiz edi shano. Qo'lingda och Rainbow bitta duo qilib, ilohi amin. Barcha Rainbow ham yaxshi bo'lib, insofli, iymonli bo'lib, qo'lingda och. Agar Yo, yomon qilmayman. Mana shu ilohi amin. Sardor qo'lingda och. Mayli bizni duomizni ilohi amin. Shu Rainbowga ham insof berib, iymonli berib, sochlarini kaltalar qilib, uylarni olib, yurtimizga hamisha qamoqdan turib yordam qilib tursin. Allohu akbar.
Sen ağzısın ya. Yandı. Agar bor yana ichib olib bir ikki marta shunaqa efirga точно uyingda naqvi bilan mum bosadi. Vahobiyman, bo'pchiyman deysan chala. Точно bosib olib tushib ketishadi. Ikki marta. O'zimiz ham telefon qo'yib yetibmiz. Olmaliqda bo'pchi bor ekan. Efirga chiqib, ha deb bo'pchiman deyapti. Qara ko'rmaysizlarmi? Efirga kirib tomosha qilib o'tiramiz. Vahobiyman deydi jala. Filmlarda qachon chiqar ekan deb tomosha qilamiz. Isbotlab qo'yaman deydi. Televizordan chiqaman yaqinda. Voy bola vahobiylarda duh biznes bo'ladi deydi. Rembo gandon hazillashaman bu gapni. O'tgan safar tursiylik qilib olib kalta yegani esidan chiqib qolibdi. Onangni ko'tagan. Yig'lab o'tirgan tursiylik qilishni bilasa urishdi meni. Endi ishtoz qilib chiqishadi. Endi siqishadi borsaglarga. Voy bola, yurtimizga qamoqdan turib o'ynay desang, iloyim. Gandon bironta bir seriozning qo'liga tushib qolasan, uni eski o'ldiraverar, ham ko'tingni qisib. Bu bor. Albayo. Jinno bo'ladi. Men buni efirda qoridagi ko'z tegmasi sening filming tomosha qiladigan bo'lib qoldim, boru. Sen ham yaqinda ketasan, xudo xolasa. Kimda tomosha qilaman ekan? Qoriga o'xshayapti Sardor, bu borgansan. Bunday izdan ketyapti bu qorin, izdan ketyaptimi? Ha, efirga kirib, "Ey, cho'rnilab tashlayman, onangni sikigiladi desa, sekin tashqariga chiqib olaman, men ham cho'rnilab tashlamasdan tomosha qilib olaman." Tomosha qilib o'tiradi. Bu bayna bitta mestermi nimadir degan donator padarka urgan ekanda bunga. Onangni sika seni ham deydi, kerakli payt urmaganicha onangni sikaman men seni ham chorni qilaman deb bechora shunday kiruvdi bular tiqib. Onangni sikaman men seni deb bechora uni ham blokka tiqib yubordi gapda. Ay Voy, ay Rembo Qilmadim gol deyiladi. Rembo jicha qamalib ketmay turgan, iloyim, jicha bu kayfiyatlarimiz ko'tarilyapti. Efiringni mana bu tomosha qilib. maza qilib o'tiribmiz. Azizam ikkalamiz ham masjidda yotibmiz. Nima bo'layapti? Sardorga patilisan. Kelib ham hali ham o'tiribdi, bir uxlab turibman. Turib nima deydi? Turib nima deydi? Onangni ski deydi, shunda uyga boraman deydi. Uydagi oila a'zolari bilan deydi, shunda deydi. Uyda turgan joyda turishi bilan yoqaveraman deydi. Keyin deydi televizordan chiqaman deb. Vahobiyligimni o'shanda isbot qilaman deydi. Yechala. Ana bu onasi sizga toza bir quyushqondan chiqib ketmagan-don. Hazillashib. Eshitgan? Men prosta jahlim chiqmaslikda gapiryapman. Menga boylab idorasiga yomonlik qilmoqchi bittasi. Dalboy gapimni eshitdi, qo'toqbosh. Mana bu gapirayotgan vahobiyman, bir balonman degan gapingni o'zi seni olib kirib ketadi. Tushunyapsanmi? Men azarda gapirgan gapi uchun javob bergan. Mana Sardor ham biladi.
azartda gapirgan. Ha. Hamma o'zi shu azartiga javob beradi bu dunyoda. Qo'toqbosh. Onasiga u kuningdan bu kuning battar bo'lib o'tirmasin, ko'tingni qissa yur-ey. Dalbayo bilan. Voradi. Oldin tursuychan urgan bo'lsa, jalab endi tursugingni yechib chiqishadi. Sen o'rbi. Esingdan. Ona skelar berib bitta tursuychan qilib qo'yib urdi, ona skelar. Otag'im yo'qsa qanaqa tursisan, shunday kiyim dalba yo'qsa. Adam deyapsan. Efiringda yig'lab o'tirgansa tursuychan qilib rosa urishdi. Efiringda yig'lab o'tiruvding. Jalab biz ham kirganmiz o'sha efiringda. O'shalarni butunga o'tkazganman men. Ular borku bular. Yana nima deydi haligi deydi militsiyani ham tovib olib itaraman qamalib chiqqanimdan keyin ham deydi. Tavba qildim. Ikki birdan aybim yo'qmi? Bo'tta menga sakramasin birovlar. Meni aybim yo'q bo'lsa. Aybimni isbotlab turib, real men shunaqa insonligimni isbotlab turib, keyin menga sakrasin. Seni bitta mana vahobiyman degan gapingni o'zi 20 yilga olib kirib ketasiz. Xudo xolasa deb gapir. Xudo xolasa. Sistema bo'yicha qurol yo'q-ku menda. Ana bitta vahobiyman deb tan olgan gapingni o'zi hazil gap emas, mana shu bitta gapirgan gapingni o'zi bir 20 yilga olib kirib ketadi. Dalbayo bitta nashidaga like bosgan bachalar 5 yil qamalib ketyapti. Oddiy like bosgan. To'g'ri. Sen dunyoni ko'rmayapsanmi nima bo'layotganini? 5 yil oldin like bosgan bachalar qamalib ketyapti onasiga. Tushunyapsanmi? Ko'tingni qilsa yur, bu buyunamiga shunday kirib ketasan, qaytib o'nglanmaysan jalab. Siyosatga qarshi chiqmagandon. Siyosatga qarshi chiqmaganmi yo'q? Dalba yo'qmi deyman ba, aziz bilan jalab. Hazil-pazilga olamiz, lekin birontasi bilan zapisga olib qo'yib yuborsa bormi? Buyusini amay kirib ketadi mana gandon. Sanor. Vahobiyman deb qo'ya. Kallangga qo'tag'im seni jalab. Buni og'izdan chiqib gaplarga men qo'rqib ketyapman bilan jalab. Pijiz tojilardi deydi, onasini sikilib pijiz so'kib tashlayapti. Dalbayo. Qozoqlarda ham so'kyapsan. Dalbayo ko'tingni qilsa yur-ey, dushman ko'paytirib o'zingga. Yomonlik qilmasin sevmayman. Esingdan chiqib qoldimi? Mirzayev deb so'kib qo'yganingacha nima bo'ldi? Esingdan chiqdimi? Ko'rdingmi? Oddiy bitta Mirzayev deb so'kganingacha qanday bo'ldi? Sen jalab bilan men desam, birovni uyini yoqib o'raman deyapsan. uydagi a'zolari bilan jalab yoqib o'raman deyapsan, onasiga bu ugrojaga kiradi bu gandon. Ular nima ugrashsa nima men qarab turishim kerak. Ham seni ugrashat qilyapti. Ana qo'shnilar biladi mahallamdagilar, bilib oldim. Ular birinchi bosh. Ko'rdi mahallamdagi odamlar ham. Qaychalar. O'lib qopdan bilan gaplariga aziz. Pijiz yoshardim men bilib, men tomosha qilib uxlab soat 2:30da boshlandim, mana 5 o'tdi. 2:30 soat bo'ldi. Rembo? Qo'toqbosh uychan chiroyligina remontchan qilib, akkuratligina remontchan qilib, ishchan qilib, onasiga qo'lchanga bitta iPhone 7 Pro Max olib, maza qilib yashagandon. Necha yil umring qoldi o'zi? 30 yil arava tortdingandon 40 kirmasdan mayib bo'lasan. To'g'ri deyapman, uyingda remont qil. Ana pulni chiqarib, blokka ketasan. Keyin jalab $800 deb chiqib butun haqni so'kasan keyin. Hozir $800, $900 puli bor ekan Sardor. 200 ming o'tirib tashamasa hammani so'kayapti. Ertaga osh qilib video qilardim, mana tishga 200 ming tashlab berdim.
Mana oshqi tushgan puldan asos gapirdim men asos bilan. Gandon mana senga biza pul tashayapmiz, qo'toqbosh biza mana sizga boshqa nima tashayotganmiz. Yo'q, hozir qancha bo'ladi mana tashaganim? Bir 500 ming bo'ladi Gandon. Bir oshingga yetami? Da xuy odam tashadi bunga. Bittasi 2000 so'm tashagan ekan, o'sha ham so'kib yotibdim men. 2000 so'm, 200 ming tashadim deb aldagani uchun so'kdim mana. Ko'rib, qotib qolib, ana qilgan ovora bu. Ana qilsam 2000 so'm pul tashabdi bilan, hayvonga. Tashab chiqay 2000 so'm bo'lsa ham. Bu Gandon aziz bu jalab bu nimadir qiladi bu. Menimcha bu uni eski bir nasha pasha chekami? Buncha pulni nima qilyapti ekan bu? Kimdirlar bu Gandonga shiram urib berdilar, ingri o'rtada kim urib berdi? Qanaqa sher? Hech kim hali menga sher urgani yo'q. Bilmayman. Endi hammasi o'kirganini urmaydi, bu jalab. Biz hazırlash so'ksak, sen realni so'kasan ekan, ko'rsaysan. Hazırlash so'kaman, men realni so'kmayman, men ham hazırlash so'kaman. Aziz senga qarshi o'ynagan ekanki, bir kuni o'ynayman deb o'shanda zapish ko'rdim. Pizdes urushgan ekan bunga. Bugun ham zo'r urdi, bugun ham pizdes so'tlab oldi. Sardor menga bilan o'ynaganda. Bugun ham zo'r oldi. O'shancha men azobdan o'ynayapman deb. Qara mana biza qo'shib o'ynayapmiz. Gandon bizani yordamimiz shu senga. Kelib mana orttirsak padarka urib beryapmiz. O'nglanib ketay, onasini sizga sen ham o'nglanib ketay. Bu ichatda. Ichat. Men zaten TikTok'dagi pulni ichmayapman zato. O'qma. Men arabadagi bozordagi ishlagan pulimni ichyapman. Ya. Jig'ardoningga yeyapsan, o'shani ham jig'ardoningga qo'tag'im, o'shani ham ichma. Aytdim-ku, salohiyat bo'ladi asosan. Dalbayo bitta araqni o'rniga onasiga bir 10 kilo kartoshka olib kelib qo'y. Uyingga. Hali ichadigan payting keladi. Hozir ishla. Yana bizga o'xshab, otalarga o'xshagan paytingda ichib yotaverasan, pulni daxuya qilib, pulga urushtirib qo'ygan payting jalab. iPhone 17lar chigirib qo'yib, jalab qizchalar olib kelib o'ynadi, ichib qo'yataverasan. Sen qulda ishlaydigan paytingdasan hozir, dalba yo'q. Qulda ishla hozir. O'sha kuni ham jalab bazit bilan battle o'ynayapman, harromi jalab. Yut. Mani yutgan sari bilan qochib ketdi deb shartini qo'ydim. Yutgan sari men pizdes anular yirtib tashlaman, zekki deb qo'limga kesib ketdi va aroqni urishtirib, deb ichyapti. Ma'lum o'tirib, voy jalab, pizdes ichyapti, zek. Zeki endi yoshi katta, u o'zi bo'ladigan bu bo'lgan tarbiya qilib bo'lmaydi. O'sha haromida qo'limga pichoq kesib ketdi, o'sha kuni bilan ana pinga pichoq u aytmadi, o'sha yerda prujinali pichoq edi. Qo'lim mashina qon bo'lib ketdi. Efirda ko'rsatdim. Onasini sizga aroqda qanday ichasizlar? Aroqda zahar-ku, biladi. Rembo pizdes ichar ekan, biladi. Pizdes ichyapti, o pizdes. No'g'a? Pizdes bitta nimani tugatib qo'ydi bugun ichib. Butun xalq so'kib tashladi. Hamma millat so'kib tashladi. Bir butilka ichyaptimi bir ichda? Voy o'zi yetib kelibsan. Yaqinda jalab spirtga o'tasan. Shanur. Araqqa pul topolmay qolgan payting, borib spirt ichasan. Yomon ishlarkan Samarqandliklar. Bir marta ichishni qo'yganman. Ular bitta ichganda
Ular nadolga chakkanlar yemish rolini o'ynaydi. Limon ham dalar bilan mana o'shanda bir Uni bo'laman. sizga alkash bo'lib qolibdi-da. Bu bo'lmasa aziz. Ha, bu o'ta yomon ko'p ichishadi. O'ta yomon ham bir kun qaradi. Nechta odaming bor efiringda dedi. 2600 ta desam. So'z beraman, agar aroq ichadigan bo'lsam, mana shu ichkini ichadigan bo'lsam, TikTokda sami cho'rt konchini ko'toladi dedi. Ertasiga ichib o'tirib kirsam. Assalomu alaykum. Ichaveradi bu. Assalomu alaykum. Rainbow. Ha, yo'q vaqtga padeshka bo'lmadi, nimaga so'kasan? Просто siz og'ir vaziyat yordam qilinmaysiz va talab qilyapti. 2 kun. Men shu bo'sh ekraningga ham bor vaqtga urib chiqib ketaman-ku. Odamga bir bor, yo'g'i bor, sen xohlagan vaqtga uravermaydi-ku odam. 3 kundan beri o'ynayapman. Qanaqa 3 kun o'tgan kun urib berdim, chiqib ketdim. 3 kun bor. Kontraktimiz yo'q-ku bizda. Hay, qo'ldan kelgancha uraman. Efirga bo'ldi deysan, Golden hozir atpiska qilaman deb so'kib yotibsan-ku. Jahlim chiqib ketdi ba'zilarda to'g'risi. Men shartla qilyapman, o'tininglar yo'q hisoblarga va masalan shartla qildim, boshqa qildim, yedim. Donatorni so'kmagin-da, uka. Ham ko'nglimda ko'tarib turishimga boya jahlda gapirdim, uzr mayli. Ayo, bo'lmasa nimani urasan mana hozir? Seni o'yingga arag'ing bormi? Yo'q. Mana hozir men senga deyman, araq ichgin, qayerdan topasan? Yo'q-ku o'sha narsa. O'sha narsa menga ham yo'q edi zapravka. So'kish kerak emas-da, uka. So'kma bu. Yo, bu atmetka qilib otimni olib so'kibdi-da, 1000 qancha odam o'tiribdi. Prosta men jahlim ham chiqib ketdi, o'sha kuni men boya menga bolalar tajrib o'tkazdi va boshqa o'sha narsada yomon jahlim chiqib ketdi-da, bolalar Sen so'ksang biron kishi urmaydi. Sen hammani so'kibsan. Yo'q, o'sha narsa bo'yicha meni jahlim chiqib ketdi, o'sha narsa bo'yicha. So'kmagin uka, qayma efirga omad. Men kirib yordam berib turaman. O'lizek kelaman dedi-ku, bu tirzalaringga yordam beramiz. Ziq bo'lma. Qo'ldan kelgancha. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, baxtli bo'lasan, Rainbow. Ziq bo'lma. Sog' bo'l. Atmetka qilib yurib so'kibdi. Ben qancha odam sizlarning atmetka qilib so'kyapti meni deydi. Dalbayo. Endi bugun urmasa, erta uradi o'sha odam. Yo'g'isa qanday uradi bilan. Tushunmoqchilar bilan. TikTok hali dakansa bo'ladi, yana bir 10 yil yana ketamiz TikTokda. 10 yil ketamiz, bilat. Lamborghini'lar minamiz hali bilat. Bugun bo'lmasa erta uradi dalbayo. Men prosta hayotim zo'r tiknalar. Seni hayotingga qo'tag'im seni. Seni chalingga qo'tag'im seni, hayotingga qo'tag'im seni. Yeningda amida tikdanam arab yetalab yurursin, chalingga qo'tag'im, hayotingga qo'tag'im seni. Siz İçib jalab bilan. ichib harakat qilaman xohlasam. Xohlasam ichmasdan turib naq trenirovka qilib bo'lsa ham ikkita ish olib boraman. Qo'tag'im hozir 3 odam kelyapti. 3 odam kelyapti. Qanday urasan jalab? Turchi ko'rsatchi qo'tag'im, 3 odam kelyapti. Qanday urasan ichib olib? Qanday urasan? Uralmaydi. Uralmaydi, Ardo. Uralmaydi. 3 odam kelib turgan bo'lsa, qo'tag'im uramadi. 3taga bitta uralmaydi. Birdaniga kelib qo'ysa uralmaydi. Ay, yo'q. Uchga bir uralasanmi? 3ga 1. Men 3taga bitta urishmayman, birga bir. Yo'q, 3 tali udaring bormi? 3 tali udaring. Yo'q. Birga bir qanday ursasan? Qani ko'rsatchi.
jang uslubingni? Umriga bir naqd bilan taqalab yeb tashlayman mana shunday naqd. Jang uslubingni ko'rsatchi bizga bir. Ya birga bir ham mush otishni bilib berdi Sardor. Chumi? Ko'rdim, bir kunni ko'rdim. Turchi ko'rsatchi mush otishingni. Bilan Mush otishingni ko'rsatgani, mush otishingni qani uslubing bo'ladi-ku. Bu jangchini uslubi bo'ladi. bilaman yomon qistab ketdi bilan sivolay o'tib turib. Qara bu dalbayo batl o'ynadi, o'tirib 1 metrga siygin dedim. O'tirib 1 metrga siyib keldi. Endi metr olib kelib o'lcha dedim. Metr yo'q deydi dalbayo. Voy delab tursucham bo'lib. Mast bo'lganda, ganda nima qilayotgan? Uni ishga araqda ishga butulkasiga o'tirib yubordi kecha. Ya bugun ham o'tirdi. O'tirmasa uxlolmayapti. O'tirmasa uyqu kelmayapti, ko'ziga uyqu kelmayapti buni. Kunda butulkaga o'tiryaptimi? Ha, ko'tidan kelguncha o'tiryapti o'zi ham. Yaqinda bo'lib, hammalar bilan butun o'tib, homilador qilib qo'yasan. Butulka tug'asanmi, tug'sini? Mamutda gando 40 santimetr qo'tag'ingga siska, onangni siskaysan, haromi bahrom degan ikkinga siska, sira kalingasan. Bu sen demagan, hammani cho'ningda o'rasa, cho'nligingda bir 10 ming odam. Bana ko'rmayapsanmi, aziz? Yo'q, hop, bitta bas. Metr qo'taq bor deb hamma efirda yozadi. Haliginda ham tomosha qilib, meni bunda podpiskada yo'qsan-da. Meni ham cho'ningda o'rmasin deb bunday qilib tepaga chiqib qo'yapman. Bag'dan tomosha qilyapman. Hali endi zo'r ketyapti, uxlab qolibman, padilisa qilib Sardorga. Bir tursam ham turibsan ekan. Yo hamma cho'nilayapti. Bu qo'taq deydi 250 ta qo'taqlar bor. Ona eskigilar deydi. Qo'taqa bor. Laykam bor. Dolzim mask sendan dolzim mask hech kim. Qara, sen yo'qmayaptimi chiqib ishla. Boshqa ish qil. Boshqa ish qil. O'qiymasmi aziz, sen gandonga yaralar. Ko'tingga sikvoraman, men bu ko'tingga sikvoram olmali qoldi. Sen hali shoshmay turgan ko'tingga sikaman naql senda qoladi. Jallab bilan. Kimni o'ylayapsanmi? Seni bilib bo'lmish ko'nchini ko't deb o'ylayapman. Yetsan o'sha gapga. Qo'tag'ini yetsan. Mayli, men bo'lish bo'lib jallab 100 kilo qop ko'tara olmaysan-ku, 100 kilo. Qopingga qo'tag'im meni. Men yonimda bratishkalarimda boraman ko'taradi. Qo'tag'im bor meni qopimga pul ko'taraman. Pul ko'taraman men. Qo'tag'im bor, uni ko'taraman. Ular 100 kilo ko'tarsa, men 200 kilo qopimni ko'taraman. Agar ular ana 200 kilo ko'taradi. Bilib, men shuni sochini olishimiz kerak. Ushab turib, mana shu sochlarini olib lissi qilishimiz kerak buni. Qo'tag'ini yetsa, endi men sochim yaxshi zum bo'ladi ya. Umuman sochlarni Sochini olsang, sochini olib taylasang, jalab qarg'ishga uchraysan. Kunda so'kadi yerga chiqib. Uryapti, kanatorlarni ham rasmini olib so'kib o'tirardi. Mana ketdi qarang. Ha, qara. Bitta she'r otaman hozir. Soching kalgosang. Voy bila, oladi. Otaman, lavz hozir mashaqda otaman. Uy olasan, kalingga qo'tarib, uyda oldida qurbon qil sochingni. Bu toshni ko'tib qo'ygan bu bor. Butulkaga o'tirgan ta'sir qilyaptimi deyman. Rambo, qara mana. Mani yaxshi ko'rsa bir donadan gul ket. Qara eshit. Ha.
Mana zapravkam bitta sherga bor ekan, sherni ustida ushlab o'tiribman. Sochingni shunday kalga olsang, jala bitta sher uchadi o'zi mashaqqa. Bitta sher. Mlav. Meni kim deb o'ylayapsan deydi, Gandon. Butulkaga o'tirgan odamni kim deb o'ylasa bo'lar. Men vorzakomman, zo'r ko'rganman. Shundaymi? O'zim Facebookga o'tirgan vorzakommish bilan. Zato 7 marta qamalgan. 7 marta nima bo'lib qamalgansan? Sog'lik bo'yicha. Nengske, nenarjalab odam qamoqda o'tirganligini ham maqtanammi? Yaqinda bir 20 oylik kirib ketasan, xudo xohlasa. 20 yilga 4 odam otishim kerak. Rembo. Bitta sher ketdi mana, uchiraman o'zim mashaqqa. Olmayman sherga dalda. Bunday sher bo'lsa olmayman. Dalda uzun soch qo'yishim kerak. Dalda zo'rg'a shu darajaga yetdi. Onasini emzini soching pul topammi jalab, Gandon? Topaman naxi, Instagramda naxi, faqat chiroyliliklarimni anav qilib, mashaalloh. Qanaqasi bor sen bilan qo'tag'imni qo'yib qo'ysa, qo'tag'im bilan rasmga tushib ketishadi odamlar. Sen bilan qo'tag'imni qo'yib qo'ysa. Qanday sen chiroyli? Boyam bilan rasmlarga tushib olishyapti bolalar. Boya bo'lgan familiya. Sochingiz zo'r ekan-da. Yaqinda uzun soch bo'lsa, $50 bo'ladi. 50 ming so'm bo'ladi rasmga. 50 ming so'm. 50 ming so'm bersa tushasan, bo'lmasa tushmaysanmi? Yo'q, mashina Madonna bo'ladi. Bunda chotki. Shundaymi? Qamoqda lekin bepulga olishadi kalga. Ana gol tikini ham qirib chiroyli qilib qo'yishibdi-ku mana. Bitta sher otaman. Yo'q. Og'ziga siski. $200 kartanga tashlab beraman jana. $200 jana. Voy bilan. Voy bilan. Men ovorardim. Qo'taqlar, qo'tag'im yetsalar, jalla bilan, suka bilan, gandonlar, men soch bilan zo'r bo'laman. $1000 ham olganman. Biz onasini sikib bepulga ham olib tashlayveramiz sochimizda, Gandon. Endi u sallar u. Odamlar sochga zo'rman. $200 bilan men sochimni bir umr chiqarmasdim bilan. $300 mana. Voy bilat miyoli. Olmayman. Soch tema haqida bitta gapiraman. Mana men ham $100 qo'shdim, 400 bo'ladi olasiz. Olmayman. $100 men ham qo'shdim. $400 lekin o'ylab ko'r. $400, $100 men ham qo'shdim mana bilan. Uyingda remont qilib olasan bitta xonasini. Olrim bu. $400. Soching chiqadi yana 6 oydan keyin. Qancha bo'ldi olganimizga sochingni? 1 yil oldi. Yo'q, 1 yil bo'lgan yo'q. Aprelda adashmasam. Endi bu yoqni hisoblasa. 6 oy bo'libdi. Hamid o. Negachilar qo'tag'imni yetsalar senlar. Tushuninglarmi? Og'ziga siska ketsa ketdi mana $400. $400. Onasini ham shuni. Soch haqida gapirma. Gandon $400 ga oldiryapmiz sochingda, qo'taq bosh. Azdiki bilan $500. Ana $500 bo'libdi mana. 500 bo'libdi mana. $500. $500 kartanga uchiramiz.
Ol. $500 jalab qizlar olib tashlaydi. Ayol oldirib tashadi sochini jalab $100. Ol. $500 jalab o'ylab ko'raysan. $500. Ol. Rembo. $500 pul o'ylab ko'ryapsan, $500. Mujikcha taylayman. Buni qara. Aziz bu gandonni jalab batilga olib kirib, ichirib sochini olib taylayman jalab. Bepulga oldiraman, qarab tur. Qara, erta batil o'ynaymizmi? Uyingga 10 butulka aroq olib kelasan, 10 butulka. Yutqizgan odam bir shishadan ko'tarib ichaveradi. Duxing yetami? 10 butulka aroq. Piva de aroq yeyapman. Ha, piva nima bo'ladi? U butulka piva nima bo'ladi? Aroq ketdi mana. Yutqizilgan bitta raundga bitta aroqni ichaveradi. Xolisi ko'tarib ichadi, xolisi kosaga qo'yib ichadi. Bir kosadan degan, mayli. Ha, bir kosadan. Duxing pizdesidi kishini. Sen boshqa Rembo deynu. Sen o'zgargan eding-ku. Oldingi Rembo emasdingnu, qo'tag'im. Nima bo'ldi oldingi Rembo? Chaqir baqa ko'tiga bir sishga. Aziz. Duxi yetmaydi buni biz bilan o'ynagan. Bugun o'zi butulkalarga o'tirgizib tashladim qo'ldan kelgancha. Hey, negativlar bilan nima ishing bor? Qo'tag'im masjid negativlar aktivlikni oshirib turibdi. Va to'g'ri. Assalomu alaykum. Negativlar shunchalar seni oshirib turibdi aktivlikni. Qo'tag' bosh. $500 jalab, $500 qiz bola olib tashlaydi. Sochini agar $500 beramiz desa, hozir. Ha, bu o'zidan ko'rsin Aziz, qaytib bermaymiz bu taklif. Bo'ldi endi ketamiz, uxlaymiz. Efirga ham qo'tag'im, o'ziga ham qo'tag'im. Og'ziga ham qo'tag'im buni. Bo'pti Sardor, yaxshi. Dava, Aziz, tamom. Kallenga qo'ttag'im edi. Qo'ttag'im olaman naqd. Dalboy $1000 ham olmayman. O'zi jalab zo'rg'a epag'aga keltiryapman sochni bilasizki. Yiban oldingi holatiga ham kelgani, yana bilet 7-8 oy o'sish kerak yana bilet. Oldingi holatiga. Pashol narx qo'y bilet. Nixuya